uchun javobgarsan? To'g'ri, hozir topgan daromadim uncha ko'p emas. Mashinada yuk tashib kun ko'raman, lekin har oy topgan daromadimdan ortib qoladi. Senga g'amxo'rlik qila olaman, faqat bolani saqlab qolishga. Chen Yuan, Bilaman, siz jonlar oilasidansiz. Sizlar boy va badavlatsizlar. Meni pulingizga ko'z olaytiryapti deb o'ylashingiz mumkin. Men maxfiylik shartnomasini imzolayman. Oilangizdan bir tiyin ham talab qilmayman. Ota, siz meni haqiqiy dadamsiz. Meni kuting, tug'ilishim bilan sizni dunyodagi eng baxtli odam qilaman. Chen Yuan, meni qutqarganing uchun minnatdorman, lekin bizni oramizda hech narsa yo'q. Tezroq imzo chek. Jon xonim, bu imzoni qo'ya olmayman. Chunki qorningizdagi bola meniki bo'lsa. Senikimi? Ha? O'zing aytgansan-ku, mendan boshqa hech kim bilan bo'lmaganman deb. Shunda bu bola menikida. Iltimos, mantiq bilan o'yla. Kechagina bo'lgan bo'lsa, qanday qilib? Tushunmayapman. Jon xonim, imkonsiz narsani o'zi yo'q. Qorningda gapira oladigan senzum bor ekan, yana nima imkonsiz bo'lishi mumkin axir? Yaxshi yigit, niyatingiz yomon emas, lekin ilmni hurmat qilish kerak. Bu xonimni bir oydan oshgan homilasi bor, tushundingizmi? Kecha ikkovingiz yaqin bo'lgan bo'lsangiz, bu bola sizniki bo'lishi mumkin emas. Doktor, siz bilmagan narsalarim bor. Meni gapim rost, ishoning. Yaxshi. Hammasi siz aytgandek rost bo'lsa, yonimizda muolaja xonasi bor, borib qon topshiring. Otalik tahlilini qilamiz. Shunda aniq bo'ladi. Yaxshi. Hoy. Chindan ham tahlil qilmoqchimi? Bu qanday bo'lishi mumkin? Bu bola rostdan ham sizniki ekan. U kim ekan, men bir ko'raychi. Qanday haddi sig'di meni qizimga qo'l tekkizishga? Amaliyotimda bunaqa holat birinchi marta sodir bo'lishi. Rostdan ham bir oy oldin orangizda hech nima bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan dedim-ku. Bu juda g'alati. Endi ishondingizmi? Siz kutayotgan bola chindan ham meniki. Xo'p, yaxshi. Sen aytgandek ham bo'ldi deylik. Bola seniki. Lekin sen bilan meni o'rtamizda juda katta farq bor. Menga katta mas'uliyat yuklangan, oilaviy nikoh kelishuvi belgilangan. Sen bilan turmush qurish men uchun baxt emas, falokat olib keladi. Buni tushun. Sinab ko'rmasang, qayerdan bilasan? Sinab ko'ramiz. Qanday qilib sinab ko'rmoqchisan? Dada, oyi, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Ha? Sizni ota-onangizmi? Suye, menimcha bizni ko'rganingdan xursand emassan. Juda erkalatib yuboribmiz seni. Bu holatga tushaman deb hech o'ylamagandim. Senga biror narsa bo'ldimi deb esim ketdi. Sen kimsan o'zi? Sizlar qachondan beri birgasizlar? Gapir. Dada, oyi, bu tushunmovchilik. Meni bir notanish kimsalar o'g'irlab ketishdi. U esa kecha meni qutqardi. Qutqargan deysanmi? Lekin hozirgina uni senga uylamoqchi ekanini o'z quloqimiz bilan eshitdik-ku. Kimsan o'zi? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Suyi kim ekanini bilasanmi? Bunga qanday jur'at etding? Soqchilar, buni ta'sirini berib qo'ying. Ha, nima uchun? Dada, kerak emas. O'g'lim hammasi tugadi. Uni otasi kelib qoldi. Bu safar men ojizman. Taslim bo'lmang. Siz yengishingiz kerak. Qanday yengaman? U jonlar avlodidan. Qanday yengaman? Dada, Chen Yuan meni qutqardi, rost gapiryapti. Suyi, haliyam uni himoya qilyapsanmi? Bu ishlaring butun oila obro'siga qanday ta'sir qilishini bilasanmi? Boboing jonlar xonadoni bilan nikoh shartnomasini belgilab qo'ygan, sen esa Voy, Dada, sizga nima bo'ldi? Bir nima desangizchi. meni qo'rqitdi. Nima bo'lyapti? Dada, Ota, sizni imkoniyatingiz keldi. Vaqtni boy bermang. Men bobomni sehrladim. Uni tanasiga zahar yubordim. Uni qutqarsangiz vaziyat yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin. Lekin qanday qilib? Men tibbiyotni bilmayman-ku axir. Men bilaman, menda sehrli kuch bor. Keling, onamni qorniga qo'lingizni qo'ying. Sizga tibbiyot sirlarini o'rgataman. Jon xonim, meni kechiring. Ota, qabul qiling. Voy! bu sulolamizga tegishli ajdar qilichi. Ustoz meni o'ziga chorlayapti. Bu ovozni eshitdingizmi? Qilichni ruhi ustozni chaqiryapti. Nima bo'lyapti?
Saroy hukmdori Ajdar qilichi uchib ketdi. Menga qarang, darhol qilichni ortidan boring.